Ushbu AirPods'ni tekinga beramiz. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, shartini oxirida aytamiz. Arzon narxlarda S modelda tayyorlab berganmiz. Narxini bemalol bozor bo'yicha solishtirishingiz mumkin. S26 Plus'da hech qancha ishlamagan 12 ga 256 gigabaytli ikkita sim kartali 11 oydan ko'proq garantiyasi bor. Buni $870 ga beramiz. Galaxy S24 Ultra'ni 12 ga 256 lik bitta ham chaqa-chuqasi yo'q. Zo'r holatda bitta sim, bitta eSIM. Buni narxini $580 ga beramiz. S24 da 8 ga 512 gigabayt. Bunaqa xotiraligi juda ham kam. Bu telefonning narxini $385 ga beramiz. Bitta sim karta, bitta eSIM. 512 gigabaytligi. S22 Ultra yaxshi holatda, narxini $360 ga beramiz. Ekranda qirilgan joylari, pechatlari yo'q. Bitta sim kartali 12 ga 256 gigabaytligi. S22 ni $235 ga. Zo'r holatda 8 ga 256 gigabaytli, ekranda pechatlari, chaqa-chuqalari yo'q. Zo'r holatda bu ham. S21 da $150 ga S21 ga beramiz. 8 ga 256 lik bitta sim kartali, yaxshi holatda. Chexol qo'ysa, ushbu qirilgan joylari bilinmaydi. Ishlashiga garantiya beramiz do'kon nomidan va oxirgisi ham ikkita sim kartali 8 ga 128 lik S20. Hozirgi issiq kunlarda juda ham kompaktni, cho'ntakda borligi ham bilinmaydi. Buni narxini $170 ga beramiz. Endi ushbu telefonlarimizni xarid qilgan mijozlarga ushbu AirPods'ni shunday tekinga qo'shib beramiz. Narxlarini bemalol surishtirsalaring bo'ladi. Juda ham hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Nextel siz uchun eng yaxshisi.